Dünya Uyghur Qurultayı təşkilləgən heyət bilən Yaponiyadakı fəaliyyətini axırlaşdırıb Avropaga qayıtqan Lager Şahid Qalbinur Sıdıq və Şveysariyadakı fəaliyyətini axırlaşdıran Gülbar Xativacı 10 oktyabrdan başlap Çex Cumhuriyetining poytaxti Pragda o'tkazilgan guvohlik berish yig'iniga qatnashib, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan Chexiya parlamentiga rahmat aytgandan keyin yangi talablarini o'tirib qo'ygan va bir yurish faoliyatlarini ilib borgan. 10 oktyabr kuni Chexiya poytaxti Pragda o'tkazilgan bu guvohlik berish yig'inini parlament a'zosi Ava Dekroy xonim uyushtirgan bo'lib, mazkur faoliyatga Chexiya parlamenti tashqi ishlar komitetining mas'uli va kishilik huquqi mas'ul parlament a'zolaridan bo'lib muhim kishilar ishtirok qilgan. Dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan kishilik huquq dafsanchiligini, bo'libmi Xitoyni ayblab Uyg'urlarni qo'llashda oldingi qatorda turib kelayotgan Chexiya hozirgacha Dunyo Uyg'ur Qurultayı va boshqa ommaviy tashkilotlarning nurg'un faoliyatlariga sohibxonlik qilib kelmoqda. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayı ochilish oldida Xi Jinpingning partiyaning doimlik odatini buzib tashlab, davomli saylanishga urinishi qarshi turishga chaqiriq qilib, uning hokimiyat yurgizish iqtidori va rahbarligiga jang e'lon qilmoqda ekan. Yuqori darajalik huquq va xodimlarning o'rinlashtirilishini belgilaydigan Xitoy Kompartiyasi 19 navbatlik markaziy komitetining 7 umumiy yig'in harfisida Xitoy partiya ichidagi islohotchilar tomonidan qo'zg'atilgan va keng xalq ommasi qatnashgan 3 harakatga qarshi turish, yadro kislotalik tekshirish qarshi turish, qamal qilish qarshi turish va Mao davriga chekinish qarshi turish harakati hamda chet eldagi demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilarning ochiq xatida Xitoy Kommunistik Partiyasi qurultayining barliq vakillarini bekor qilish va Xi Jinpingni sotlashga chaqirdi. 3 harakatga qarshi turishning qurg'uvchilari va Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayı vakillariga yozgan ochiq xatida muhim tarixiy paytda Xitoy amaldorlarining vaziyatni to'nib yetishi, Xi Jinpingning Mao davriga qaytish va o'zining podshoh tushini amalga oshirishning oldini olish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishga chaqirdi. Xitoy Markaziy komitetining 7 umumiy yig'ini bo'lsa, Xitoy Kommunistik Partiyasining keyingi qaror rahbarlik guruhini saylash muqimlashtirish yig'ini. Ammo bu yilgi 7 umumiy yig'inni 1981-yildan buyangi Xitoyning eng g'alita va eng alohida umumiy yig'in deyishga bo'ladi. Bir tarafdan Xi Jinpingning JKPning hozir qoidalarini buzib tashlab, 3-qatim rais bo'lib qayta saylanib, atrofiga ishonchli qo'lchumoqchilarni muhim o'rinlarga qo'yish orqali o'zining ta'sir qo'liga kelgan o'rnini qo'g'dimoqchi. Yana bir jihatdan aytganda, o'tgan 5 yilni Xitoy islohoti va ichitilgan 5 yildan buyangi eng nachar 5 yil deyishga bo'ladi. Iqtisod krizisiga petibli qolmay, diplomatik sifimi qo'rishavda qolgan. Partiyadagi har qaysi guruhlarning manfaati ig'ir ziyonga uchrab, ichki kurash bir qadar keskin bo'lgan. Egilishcha Xitoy doiralarining keskin Xitoy virusi nol siyosat hamili ichida 5 ortiq Tibetlik o'zini o'ltirib olgan. Xitoy hukumati Tibet xalqiga qo'rqoq silib, kimki bu ahvolga munosabatli uchurlarni o'rtoqlashsa, xalqni o'rtaq jazolaydiganlik to'g'risida tahdid solgan ekan. Shuning bilan bir vaqtda surgundagi Tibetlarning ma'naviy doisi Dalay Lama Tibet xalqini jasoratli bo'lishga chaqirib, haqiqat hamon g'alaba qiladi deb madad bergan. Markaziy Tibet hukumati yaqinda bayonot e'lon qilib, faqat Dalay Lamaning qayta tug'ilgan varisi qaror berish huquqi borligini o'ttirib qo'ygan. Undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 51-qitimliq yig'inida Tibet vakillari Uyg'ur va Tibetlarni qattiq kontrol qilish uchun Xitoyning inson qalbidan chiqqan yuqumning oldini olish siyosatini yo'l qo'yganligiga guvohlik berdi. Hamda Xitoyni Sharq Turkiston va Tibetda kishilik huquqni ig'ir dafsanda qildi deb aybladi. 11 oktyabr kuni Xitoy Kommunistik Partiyasi Organ gazeti va hukumatning qonuniy bo'lgan Xalq gazetining 2-betida qayta maqola e'lon qilib, harakatchan tozalash harakatining sijilligi va cho'qim amal qilinishi kerakligini ta'kidlagan. Bu nurg'un kishilarning Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin Xitoyning yuqumning oldini olish siyosati o'tirhol bo'shatilishi mumkin degan xam xayoli butunlay barbod bo'ldi deb qaralmoqda. 11 oktyabr kuni Angliyaning yuqori darajalik amaldorlari Xitoyning yangi texnikalarini ishlatib, fuqarolarni nazorat qilish texnikasini taraqqiy qildirib, amallashtirganligini hamda buning yer shari bexatarligiga ziyon solayotganligidan ogohlantirgan. Angliya yuqori darajalik axborot va bexatarlik organi Angliya hukumat aloqa markazining mudiri mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy rahbarlik qatlamidagilarning o'z fuqarolaridan so'z erkinligi, erkin savdo, ichitilgan texnikalik o'lchamlar va ittifoqdoshlaridan shundaqla butkul ochiq demokratik tartib va qoidalarni asos qilgan xalqaro sistemadan ansirab noposini kontrol qilayotganligini, bu xil ansirash qo'rqinchidan Xitoy erishgan kuch bilan birlashtirilib, hammaylarga g'oyat zo'r tahdid ilib keladigan harakat qo'llanishini talab qilmoqda ekan.
Shuning bilan bir vaqtda Xitoy rahbarlari raqamlik pul va video sun'iy hamroh yo'l boshlash to'ri qatorliq texnikalarni ishlatib, boshqa davlatlarning olam bo'shlig'iga ulanishini to'sish bilan birga fuqarolarga bo'lgan kontrollikni oshirib, xalqning barliq chiqimlari va savdo aloqasini nazorat qilishga, shundaqla Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilgandan buyon duch kelgan G'arbdan kelgan jazodan qechish mumkinchiligi bor ekan. 2 oktyabr kuni Parij haftalik moda kiyim ko'rgazmasi oxirlashgan bo'lib, bu yilgi moda kiyim haftaligida Shvetsiya grajdani bo'lgan yosh loyihalovchi Loyissin kishilarning diqqatini qo'zg'adi. U muhit va klimat masalasiga ahamiyat berib qolmay, moda loyihalash uchun yig'ib materiallarni ishlatgan. Undan boshqa, u yana oshkor holda butun dunyoni Uyg'urlarning kishilik huquqiga ahamiyat berishga chaqirgan. Bu sababdan u Xitoy davlat taratqullari Yer shari vaqt gezitining diqqatini qo'zg'adi. 2 oktyabr kuni Parijdagi Shvetsiya akademiyasi Loyissinning riyosatchiligida moda kiyim va muhit kishilik huquq to'g'risida leksiya so'zlash faoliyati o'tkazildi. Atalmış Şinjandagi ishlab chiqarish korxonalarini boyqut qilishda tashkillashda boshlamchi bo'lgan Fransiya parlament a'zolari, Yorliqdagi axloq tashkilotining bayonotchisi va Yevropa Uyg'urlar birlashmasining raisi Dilnurlar so'z qilgan. Fransiya radio agentligining muxbiri Loyissindan o'zining Uyg'urlar uchun so'zlayotganiga 1 yildan oshganligini, konkret ta'sir bor yo'qligini so'raganda, Loyissin javob berib, nihoyat cho'ng unumlik bo'lganligini, o'zining ilgari Uyg'urlarning ahvoli va duch kelgan azob-oqibatlarini bilmaydiganligini, keyin taratqulardagi xabarlar va atrofidagi Uyg'urlar bilan bo'lgan aloqa orqali Xitoy hukumatining Uyg'urga elib kelgan ofatlarini tushunib yetganligini, shundan keyin Uyg'urlar uchun so'zlashni boshlaganligini, o'zining tirishchanliklari bilan chet elda nurg'un yoshlarning kiyim-kechak setib olganda, kiyim-kechakning kelib chiqishiga diqqat qildiganligiga, tovar, axloq va muhitning munosabatiga diqqat qildiganligini his qilishga boshlaganligini aytgan. İctimai to'ri suplarida tarqalgan rasmlardan ma'lum bo'lishicha, 13 oktyabr, ya'ni bugun atiganda Bejingning shimoliy 3-aylanma tosh yo'lga joylashgan Situng ko'rigiga 2 parcha oq rangli raqqa qizil rangda xat yozilgan cho'ng tipdagi lozunka esilgan. Bu lozunkalarning biriga virus tekshirish kerak emas, tomoq kerak, karantin kerak emas, erkinlik kerak, yolg'onchilik kerak emas, g'urur kerak, madaniyat inqilobi kerak emas, islohot kerak, dahi kerak emas, saylam kerak, qul bo'lmaymiz, puxra bo'lamiz. Yana biri bo'lsa, dars tashlab, ish tashlab, diktator davlat o'g'risi Xi Jinpingni ag'dirib tashlash kerak degan jumlalar yozilgan ekan. Torda tarqalgan qisqa videolarda ma'lum bo'lishicha, naq maydondagi yangiratquda lozunkaga yozilgan mazmunlar qayta-qayta qo'yilgan. Uningdan boshqa ko'rik ustidan qo'yiq qora istutak ko'tarilgan ko'rinishlar aks etgan. Bayroqni kimning isib qo'yganligi yoki ko'rikdan nima uchun qora istutakning o'rlayotganligi texicha ma'lum emas. Voqea yuz bergandan keyin munosabatli rasm va videolar Xitoy torlaridan tez suratda o'chirib etilgan. Ammo Twitter qatorli xalqaro ijtimoiy taratqularda shundaqli xabar kanallarida tez suratda tarqalmoqda. Amerika Savdo Ministerligi yaqinda Xitoyning o'zak kasbiga yangi eksport cheklamasi qo'ydi. Yerim o'tkazgich ixtisosliklarga zarba berish harakatini kengaytdi va Amerikaliklarning Xitoyning yerim o'tkazgich shirkatlarida ishlash ruxsati olishini talab qildi. Buning bilan Xitoy yerim o'tkazgich shirkatlarida yerimdan ko'p asosiy texnikalik xizmat bilan shug'ullanadigan va qo'llaydigan Amerikalik Xitoy xizmatchilarining xizmat o'rnidan ayrilish to'lqinini keltirib chiqargan. Kesib ahllarining aytishicha, Amerika Savdo Ministerligining Xitoyga qaratgan jazosi barg'ansir kengaytirilmoqda bo'lib, Amerikaning bu cho'ng harakati Xitoy iqtisodiga tasavvurdan halqib zarba berishi mumkin ekan. Amerika Boylik jurnalidagi dokladga qaraganda, bu Amerikaliklardan xizmat bilan puxralik orasida birini tanlashni talab qilganga o'xshash. Bo'libmi Xitoydagi Amerikalik Xitoy injenerlari uchun ta'siri cho'ng bo'lgan.